Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Farg'ona viloyati Buvayda tumani Jov mahallasida 181 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga ertangi sabzi ekilgan. Maydoni jami 10 gektar, uzunligi 523 metr, eni 210 metr. Bu yerdagi sabzi zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar parvarish qilinmoqda. Ekinlarni yetishtirish 65 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 42 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 24 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samaradorligini oshirish uchun Nayman Baraka Diyor ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 22 tonna, jami 220 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekin sifatida yuqori daromadli ekin ekish rejalashtirilmoqda. Bu esa yer egalarining daromadini yanada oshirib boradi.